Bugun sizlar bilan Stop Knop degan content makerimiz bor ekan. O'shani Franko'ning gameplayini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdi valla. Xo'sh, qani. Menga juda ham ko'p maqtashdi. Endi ko'ramiz qanaqa gameplay qilgan ekan Franko'da. Oy, boshlanishi yomon emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Xo'sh. Bu yerda kimga target qilyapti? Menimcha Fanini ushalmoqchi. Oy, uchiga ketayotgan Fanini ushyapti bu Franko. Gap yo'q. Unda bunaqa agar ushash bo'lsa, o'sha Fani pik qilmaydi. Yana target Fani bo'ta, qaranglar, qani. Qanaqa huk bo'la. Oy, mana bu huk qaranglar. Chiznasi-yu. Ay. Da, Fani bu Frankodan точно qo'rqib qolgan. Miyani invisida ushyapti. Oy. Ne? Bunaqa o'ynash uchun konkretniy normalniy IQ bo'lish kerak, o'yin darajasi ancha yuqori bo'lish kerak. Bu Cloud'dan minus bo'lsa, qani Cloud. Ne, mana qara. Oy. Cloud va hayrani, короче. Ne, menga juda ham yoqdi. Men o'zi Franko menman, lekin bu Franko bilmayman, o'sha qanaqadir boshqa uровень, ya'ni the next level deydi-yu. Gap yo'q, Stop Knop, o'yiningizga gap yo'q.